hunar haqida ham ozgina aytib o'tamiz. Har bir kishining qadr-qiymati uni qiladigan kasbidagi mohirligida. Yaxshilab eshitinglar. O'g'il bolaning qo'lida tijorati, mehnati, kasbi bo'lishi u uchun katta sharaf. Shuning uchun qo'lida hunari borlar muborak bo'lsin. Qo'lida tijorati borlar, kasbi borlar, o'zini biznesi borlar muborak bo'lsin. Chunki bu odamlar jamiyatga, xalqqa xizmat qiladi.